Siz kosmetologsiz, sizda mijozlaringiz ko'p, lekin zamonaviy apparatlarni olishga imkoniyatingiz yo'qmi? U holda bizda Phoenix klinikamizda bemalol apparatlardan foizga ishlash imkoniyati bor. Bu apparatimiz Cryolipolis apparat bo'lib, buni qoringa qo'yganda bittada 3 sm qorinni hajmi kirib, bittada natija ko'rishlari mumkin. Bu удаление tatuaj, удаление растушевка. Unda ham bittada natija ko'radi, qoshlar kuymaydi. Qizarishlar bo'lmaydi bu apparatimizda. Bu apparatimiz 7 etapli чистка yuzga juda ham kuchli natija berib, yuzga kislorod beradi. Bu so'yki apparatimiz hozirda juda ham zamon talabi. Ayollarimiz qin toraytirishga juda ham zo'r effekt beradi, bittada natija ko'rishlari mumkin. Bu apparatimiz juda ham ko'p vazifalar bajaradi. Bu Smiles tela apparatimiz. Bu qorindagi yog'larni eritadi, korreksiya figura. Bu apparatimizda RF mikro igolkali chastotamiz bor. Bu juda ham zo'r, yuzni yoshartirib, ugridan qolgan shramlarni yo'q qilib, dog'larni bittada yo'q qilib beradigan apparatimiz. Bu Smaz apparatimiz yuzga plastik operatsiya natijasini beradi, yog'larni eritib, yuzni 7 etapga ko'taradi.